Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ham mazali, tez pishar, oson pitssalarni tayyorlaymiz. Birinchi idishimizga qatiq, yog', tuz, soda, shakar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan oppoqqina unlarni elekdan o'tkazib, yumshoqqina xamir tayyorlaymiz. Xamirimizni ustini yopib, tindirgani olib qo'yamiz. Nachinkasini tayyorlaymiz. Nachinkasi xohishga ko'ra, xohlagan go'sht mahsulotlaridan ishlatsanglar bo'ladi. Bolgarskiy, pomidor hammasini kubik shaklda mayda-mayda qilib to'g'rab olamiz. Bir dona piyoz ham esinglardan chiqmasin. Xamirimizni olib, kichkina zuvolachalarga bo'lib chiqamiz. Katta-kichik tayyorlash o'zingizlarning xohishingizga qarab, katta-kichik qilishingiz mumkin. Listimizga terib, ustiga ketchup suramiz. Ketchup surilgan xamirlarimiz ustiga to'g'ralgan mahsulotlarimizni hammasini ketma-ketlikda terib chiqamiz. Mahsulotlarni ustidan